Assalomu alaykum hammaga. Qadrdonlar, sog' salomatmisizlar? Bugun 1-noyabr. Xudo xolasa bizda mebel ishiga ana yurtdoshlarimizga yangi mashina berildi o'rtoqlar. Ana ishga keladiganlar xudo xolasa shu mashinada ishga borib keladi. Qaranglar, mana shunchalik qayerga mana shunaqa yaxshi yangi mashina beriladiki, ishingizga borib kelishga komfortligi bo'ladi. Mana bemalol 2 ta, 6 ta, 8 ta, 9 ta odamga moslangan mashina, 9 talik bus. Mana shu yurtdoshlarimiz xudo xolasa minadilar. Mana ham ishlashadi bular, ham xudo xolasa mana shu mashinani minib, bundan yana bitta bo'ladi. Mana 2 ta voditelimiz bor, ham ishlaydi, ham odam olib keladi ishga. Bundan tashqari yana bitta voditelь kerak bo'ladi. Shunaqa mashinalarni berishadi mana proyektdagi. Mana o'rtoqlar, yangi mashina. Ko'rib turganlaringni hamma yog'i yangi. Sirenalargacha hali ko'p yurmagan, probegi ham. Xohlovchilar bo'lsa, ham mebel ishimizga kelaverasizlar. Buni endi xudo xolasa avaylab chiroyli qilib, xudo xolasa. Akkuratni minib tursanglar, xudo xolasa mana o'zbekchilikka dog' tushirmasanglar bo'ldi. Ya'ni ba'zi bir millatlar bor, to'g'risi minadi mashinani 2 oyda shaltog'ini chiqarib tashlashadi. Endi buni qanchalik akkuratni minsangiz, o'zbekchilikka shunchalik bir foyda keltirasizki, ya'ni sizdan keyin aytishadi. Buni o'zbek mingan, mana shunchalik akkuratni mingan, rahmat deydi-da, misol. Keyingi kelgan o'zbeklarga ham ishonib, daveriya qilib mashinani topshiradi. Xudo xolasa avaylab minib tursanglar, bularga ham bitta mashina beriladi. Sizdan keyin keladigan yana bitta voditelga yana bitta mashina beriladi. Jami hisobda 3 ta mashina bo'ladi. 9 tadan 27 ta odamga joy bo'ladi o'shanda. Proyektda 25 ta, 30 tagacha joyimiz bor. Xohlovchilar kelaverasizlar. Gap bitta mashinada emas. Bu bitta matoq. Faqat endi ko'rsatib o'tganim shunaqa mashinalar beriladi degan tushunchada ko'rsatib o'tdim. Ish ham shunga yarasha toza, akkuratni joyda bo'ladi. Ish soatingiz ham agar yaxshi ishlasangiz, ob'yomga ishlash imkoniyati beriladi. Ya'ni 1 oydan keyin ish o'rganganingizdan keyin. Kutib qolamiz, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani ishiga omad. Keluvchilar bo'lsa, bemalol mana pastda manzilni yozib qoldiraman. Mana shu manzil bo'yicha kelaverasizlar. Telefon raqam +48 bilan 507 793 333. Telegram ishlab turibdi. Kutib qolamiz. Ishlaga omad, yaxshi yetib olinglar. Bular xudo xolasa mana bugun shanba kuni yo'lga chiqishyapti. Yaxshi yetib olinglar, ishlaga omad.